Men epidemiologiya kafedrasining professori Mirtazayev Omon Mirtazayevichman. Bugungi ma'ruzaning mavzusi epidemik jarayon haqida tushuncha, yuqumli kasalliklarning yuqish mexanizmi va tabiiy o'choqlilik nazariyalari. Parazitlar tizimning o'z-o'zini boshqarish nazariyasi deb ataladi. Ma'ruzada muhokama qilinadigan savollar quyidagicha: epidemik jarayon haqida zamonaviy tasavvurlar, epidemik jarayon rivojlanishining sabablari va uning shart-sharoitlari. Ikkinchi savol: epidemik jarayonni o'rganishning 3 ta bo'limi, ya'ni epidemik jarayonning omillari. Uchinchi savol: infeksiya manbai haqida tushuncha. To'rtinchi savol: epidemik jarayon rivojlanishini asoslovchi nazariyalar, ya'ni epidemiologiya fanining nazariyalari. Bu yuqish mexanizmi nazariyasi, yuqumli kasalliklarning tabiiy o'choqlilik nazariyasi, parazitlar tizimning o'z-o'zini boshqarish nazariyasi. Mana qo'yilgan savollardan ma'lumki, bugungi ma'ruza epidemiologiya fanining o'rganadigan obyekti, ya'ni epidemik jarayonga bag'ishlanadi. Epidemik jarayon tushunchasini o'tgan asrning 30-40 yillarida Lev Vasilyevich Gromashevskiy ilmiy asosli fanga kiritgan. Ularning ta'rifiga ko'ra, epidemik jarayon bu odamlarning yuqumli kasallik bilan kasallanish holati bo'lib, bunday holat oldinma-ketin sodir bo'luvchi o'zaro bir-biroviga bog'liq bo'lgan zanjir shaklidagi jarayondir deb ta'riflagan. Lev Vasilyevich Gromashevskiy bu ta'rifini 1965-yillarda ham takrorladi. Bundan biroz farq qiladigan ta'rifni o'sha davrning yirik epidemiolog olimlaridan biri Ivan Ivanovich Yolkin ham bergan. Ularning ta'rificha, epidemik jarayon bu birov-birovi bilan bog'liq bo'lgan, biridan ikkinchisi kelib chiqadigan epidemik o'choqlar zanjiri yoki qatoridir deb ta'rif bergan. Bu yerda Ivan Ivanovich Yolkin, ya'ni bitta joyda kasallik, yuqumli kasallik paydo bo'ladigan bo'lsa, bitta epidemik o'choqdan ikkinchi epidemik o'choqni kelib chiqishi va undan keyin uchinchi epidemik o'choqni kelib chiqishi to'g'risida fikr yuritgan. Bugungi kunda epidemik jarayonga Vitaliy Dmitrievich Belyakov tomonidan berilgan ta'rif biroz hozirgi zamon taraqqiyotiga va haqiqatga biroz yaqinroq. Ularning ta'rificha, epidemik jarayon bu kasallik qo'zg'atuvchi parazit bilan odam organizmining populyatsiya darajasidagi evolyutsiya natijasida paydo bo'lgan o'zaro munosabati bo'lib, bu jarayon ma'lum ijtimoiy va tabiiy sharoitlar ta'sirida yakka holda yoki guruhli kasalliklar tarzida yoki belgisiz kasalliklar shaklida namoyon bo'ladi. Bu yerda Vitaliy Dmitrievich Belyakov epidemik jarayonning ichki mexanizmiga ko'proq e'tibor beradigan ta'rifni bergan. Epidemik jarayon bir qancha zvenolardan tashkil topgan. Epidemik jarayonning zvenolariga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor epidemik jarayonda infeksiya qo'zg'atuvchisining manbai, bu birinchi zvenosi epidemik jarayonning. Ikkinchi zvenosi kasallikning yuqish mexanizmi, ya'ni bemor organizmidan sog'lom organizmga o'tish jarayoni va uchinchi zvenosi
shu qo'zg'atuvchini qabul qilib oladigan moyil organizm yoki moyil jamoa deyiladi. Mana shu 3 ta zveno bo'lsagina epidemik jarayon rivojlanadi. Bu degani yuqumli kasallik tarqaladi degan so'z. Bordi-yu shu zvenolardan birontasi bo'lmaydigan bo'lsa, epidemik jarayon albatta rivojlana olmaydi, yuqumli kasallik tarqala olmaydi. Yuqish mexanizmi bu bir qancha bosqichma-bosqich oldinma-ketin keladigan jarayon hisoblanadi. Avvalambor yuqish mexanizmida 3 ta bosqich tafovut qilinadi. Birinchi bosqichi bu kasallik qo'zg'atuvchisining bemor organizmidan yoki kasallik infeksiya manbaidan tashqi muhitga ajralishi. Bu har xil yo'llar bilan sodir bo'ladi. Bemor organizmidagi qo'zg'atuvchi oshqozon ichakda joylashgan bo'lsa, bu albatta axlat orqali tashqi muhitga ajraladi. Bordi-yu yuqori nafas yo'llarida yoki o'pkada bo'ladigan bo'lsa, bunda nafas chiqarganda, gapirganda yoki bo'lmasam gaplashganda so'laklar bilan tashqi muhitga ajraladi. Bu ikkinchi bosqichi, birinchi bosqichi qo'zg'atuvchining yuqish mexanizmining. Endi tashqi muhitga ajralgandan keyin yuqish mexanizmining ikkinchi bosqichi bo'ladi. Bunda kasallik qo'zg'atuvchisi ma'lum bir davr tashqi muhit obyektlarida qoladi, saqlanadi. Agar qo'zg'atuvchi tuproqqa tushgan bo'lsa, demak tuproqda, suvda, oziq-ovqat mahsulotlarida yoki har xil kiyim boshda, predmetlarda va hokazo hokazo. Endi bu bosqich ham ahamiyatga ega. Bordi-yu qo'zg'atuvchi tashqi muhit obyektlari muhitning ta'siriga chidamli bo'lsa, uzoq vaqt shu obyektlarda saqlanib qoladi va keyingi sog'lom odamgacha o'tish imkoniyati bo'ladi. Bordi-yu kasallik qo'zg'atuvchisi tashqi muhit omillariga ta'sirga chidamsiz bo'lsa, unda ajralgandan keyin uzoq qola olmaydi va uzoq vaqt davom eta olmaydi. Bu qisqa bo'ladi bu bosqich. Uchinchi bosqichi yuqish mexanizmining kasallik qo'zg'atuvchisining sog'lom odam organizmiga kirishi. Sog'lom odam organizmiga kirishi ham har xil bo'lishi mumkin. Har xil yo'llar bilan kasallik qo'zg'atuvchisi kirishi mumkin. Masalan, suvning tarkibidagi ifloslangan suvdagi yoki ifloslangan ovqatdagi qo'zg'atuvchilar o'sha ovqatni yoki suvni sog'lom odam iste'mol qilgan paytda og'iz orqali yuqadi. Yuqori nafas infeksiyalari bor. Masalan, gripp, difteriya, ko'kyo'tal, buni qo'zg'atuvchilari tashqi muhitda o'sha qo'zg'atuvchi ajralgandan keyin zararlangan havodan nafas olish natijasida bu kasallik qo'zg'atuvchilarni o'ziga yuqtirib oladi. Bordi-yu qon aylanish tizimidagi qo'zg'atuvchilar bor. Masalan, bezgak kasalligida. Bunda qo'zg'atuvchi odamning qon tomirlarining ichida, qon aylanish tizimida bo'ladi. Buni sog'lom odamga o'tishi uchun avvalambor bunaqangi bemorlarda shu kasallikni yuqtiruvchi hasharotlar, masalan, bezgakda anofilus chivini chaqib qonni so'rish kerak. Qonni so'rganda qon bilan birga anofilus chivinining organizmiga tushadi qo'zg'atuvchi va bu chivin keyinchalik sog'lom odamlarni chaqqanda ularning organizmiga kasallikni qo'zg'atuvchisini yuqtiradi. Ya'ni yuqish mexanizmi mana shu aytib o'tilgan 3 ta bosqich orqali amalga oshadi. Bu har bir yuqumli kasallikda albatta bu bosqichlar bor. Endi epidemik jarayon haqidagi ma'lumotni 3 ta bo'limga bo'lib o'rganish ham mumkin. Buni birinchi bo'limi epidemik jarayonning omillari yoki epidemik jarayonni harakatga keltiruvchi kuchlar deb ataladi. Bular bo'lishi mumkin: biologik omil, tabiiy omillar va ijtimoiy omillar. Bu bo'lim epidemik jarayon qanday paydo bo'ladi degan savolga javob beradi. Ya'ni epidemik jarayonning rivojlanishi uchun, kasallikning, yuqumli kasallikning tarqalishi uchun mana shu omillar bo'lishi lozim. Ikkinchi bo'lim bu epidemik jarayonning rivojlanish mexanizmi deb ataladi.
Bu bo'lim epidemik jarayon rivojlanishining ichki mexanizmini yorituvchi 3 ta nazariyani o'z ichiga oladi. Ya'ni epidemiologiya fanining 3 tagina nazariyasi bor. Mana shu nazariyani ikkinchi bo'lim o'z ichiga oladi. Bu yuqumli kasalliklarning yuqish mexanizmi nazariyasi, yuqumli kasalliklarning tabiiy o'choqlilik nazariyasi va parazitlar tizimning, ya'ni epidemik jarayonning o'zini boshqarish nazariyasi. Bu bo'lim epidemik jarayon qanday rivojlanadi degan savolga javob beradi. 3-bo'lim epidemik jarayonning namoyon bo'lishi. Bu bo'limda epidemik jarayon namoyon bo'lish xususiyatlarini mavsumlar bo'yicha, hududlar bo'yicha aholining har xil guruhlari orasida kasallikning tarqalishi o'rganiladi. Masalan, har qanday yuqumli kasallik yilning barcha mavsumlarida bir xil tarqalmaydi-ku. Masalan, shunaqa bir paytlar bo'ladi, ba'zi yuqumli kasalliklar yilning issiq paytida, yoz oylarida ko'proq tarqaladi. Masalan, ichak infeksiyalari. Ba'zi bir xil yuqumli kasalliklar bor. Aksincha, yilning sovuq fasllarida, ya'ni qish oylarida ko'proq tarqaladi. Masalan, gripp va hokazo. Yana qanaqa tarqalishi? Undan tashqari yuqumli kasalliklar barcha aholi orasida bir xilda tarqalmaydi-ku. Ba'zi yuqumli kasalliklar yosh bolalarda ko'proq uchraydi. Ba'zi yuqumli kasalliklar aksincha yosh kattalar orasida ko'proq uchraydi. Yoki aytaylikki, ba'zi yuqumli kasalliklar uyushgan jamoalarda, ba'zi yuqumli kasalliklar uyushmagan jamoalarda tarqaladi. Ya'ni bularni o'rganadi bu epidemik jarayon shunaqa qilib namoyon bo'lishi. Endi yuqorida biz aytib o'tdik, epidemik jarayon paydo bo'lishi uchun bir qancha omillar ta'sir qiladi dedik. Bu tabiiy omillar avvalambor. Bu atrof muhitdagi biotik va abiotik elementlar majmuasi bo'lib, bu omillar epidemik jarayonning rivojlanishini faollashtiradi yoki aksincha uning rivojlanishini sekinlashtiradi. Bu degani, ya'ni yuqumli kasalliklarning tarqalishini yoki tezlashtiradi yoki yuqumli kasalliklarning tarqalishini sekinlashtiradi. Bu omillar odatda kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlarning yashash qobiliyatiga ta'sir qilish yo'li bilan epidemik jarayon namoyon bo'lishiga sababchi bo'ladi. Masalan, shunaqa ba'zi bir xil yuqumli kasalliklar bor. Tabiatda hamma joyda uchrayvermaydi. Ma'lum bir tabiiy omillar bo'lgan joydagina bu kasallik tarqalishi mumkin. O'sha omillar bo'lmasa, bu kasallik albatta tarqalmaydi. Masalan, bezgak kasalligini olib qaraylik. Bezgak kasalligi, agar biz yer sharini, dunyoni 100% deb oladigan bo'lsak, shundan 42% joyida yashaydigan aholi bezgak bilan kasallanishi mumkin. 58% yer sharining aholisi bezgak kasalligiga chalinmaydi, uchramaydi va bu kasallik uchramaydi ular orasida. Nima uchun? Chunki u yerda shu kasallikning tarqalishi uchun tabiiy sharoit, tabiiy omil yo'q. Qanaqa tabiiy omil? Avvalambor bezgak kasalligi anofilis chivin orqali yuqadi sog'lom odamlarga. Anofilis chivini yo'q joyda bezgak kasalligi bo'lmaydi. Anofilis chivinining organizmida bezgak qo'zg'atuvchining rivojlanishi uchun tashqi muhit harorati +16 darajadan yuqori bo'lishi kerak. O'shandagina bu tarqaladi. Agar 16 darajadan past bo'lsa, bezgakning qo'zg'atuvchisi chivin organizmida rivojlanmaydi. Bu degani, demak, bu chivin sog'lom odamga kasallikni yuqtira olmaydi degani. Shuning uchun ham dunyoning yarmidan ko'proq joyida yilning 12 oyida, 4 ta faslda ham tashqi muhit harorati 16 darajadan past. Shuning uchun u joylarda bo'ladi. Mana tabiiy omilning ta'sirini mana shunda ko'rish mumkin. Endi ikkinchi omil biz ijtimoiy omillar dedik. Ijtimoiy omillar nima? Bu jamiyatning iqtisodiy ahvoli, ishlab chiqarish holati, ma'naviy va madaniy saviyasi odamlarning ijtimoiy munosabatlar majmuasi bo'lib, bu omillar bevosita epidemik jarayonga ta'sir qilish orqali yoki bilvosita tabiiy omillarga ta'sir qilish yo'li orqali epidemik jarayonni faollashtiradi yoki susaytiradi. Masalan, mamlakat boy bo'lsa, aytaylik ijtimoiy nuqtai nazardan odamlarning iqtisodiy sharoiti juda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, albatta bunday joyda sifatli ichimlik suvini iste'mol qilish va uni qurish mumkin bo'ladi. Masalan, hamma joyga vodoprovod tizimini o'tkazish mumkin. Suvni ham sifatli kafolatlangan suvni ichishi mumkin. Bunday joylarda ichak infeksiyalari albatta kam uchraydi.
aksincha iqtisodiy jihatdan nochor bo'lsa, bunda ochiq suv havzalaridan insoniyat suvdan foydalanishga majburda. Ariq suvlari, kanal suvlari, daryo suvlari, quduq suvlari va hokazo. Bular doimo ham kafolatlangan toza suv bo'lavermaydi. Mana sizga iqtisodiy ahvolning yaxshiligi yoki bo'lmasam mamlakatning iqtisodi juda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, puli yetarli bo'ladigan bo'lsa, butun aholisini bolalarni emlaydigan vaksinalarni sotib olib, bolalarni rejali ravishda emlashga vaksinani yetkazib beradi. Bordi-yu, mamlakatning iqtisodiy ahvoli nochor bo'ladigan bo'lsa, puli yo'q bo'lsa, odamlarni bozor non bilan, choy bilan boqib turgan mamlakat bo'lsa, bunday mamlakatlarda albatta vaksinalar bilan ta'minlash va bolalarni rejali emlash to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana ijtimoiy omillarning yuqumli kasalliklarni tarqalishiga asosiy omil sifatidagi ta'siri shundan iborat bo'ladi. Lev Vasilyevich Gromashevskiy o'zigacha, ya'ni bu kishi endi 1925-yillardan epidemiologiya kafedrasida faoliyat ko'rsatgan. Odessa shahrida birinchi epidemiologiya kafedrasi ochilgan 1920-yilda Daniel Krilovich Zabolotniy degan kishi akademik ochganlar. Shundan keyin Gromashevskiy yosh assistent sifatida shu kafedradan faoliyat ishlay boshlagan, faoliyat ko'rsatgan. Bular 1940-yillargacha epidemiologiya fanida yig'ilgan ma'lumotlarni to'plab, shularni tahlil qilib, yuqumli kasalliklarning tarqalishi haqidagi materiallarni bir nazariya shaklida shakllantirgan. Ya'ni bu nazariyani yuqumli kasalliklarning yuqish mexanizmi nazariyasi deb nomlagan. Yuqish mexanizmi bu kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmning infeksiya manbaidan sog'lom, ya'ni moyil organizmga o'tish jarayonidir. Bu jarayon shartli ravishda 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich, ya'ni kasallik qo'zg'atuvchisining infeksiya manbaidan tashqi muhitga chiqishi, yuqorida ham qisqacha aytib o'tdik. Bu jarayon har xil yuqumli kasalliklarda har xil yo'llar bilan amalga oshadi. Bu najas orqali, axlat orqali, siydik orqali, so'lak tomchilari orqali, qon so'ruvchi hasharotlar orqali o'tishi mumkin. Ikkinchi bosqich kasallik qo'zg'atuvchisining yoki patogen mikroorganizmning tashqi muhit obyektlarida, elementlarida bo'lish davri. Bu elementlarni yuqtirish omillari deb ham ataladi yoki ikkinchi bosqichi. Kasallik qo'zg'atuvchisining odam organizmida joylashgan joyiga va yuqtirish omillariga qarab yuqish mexanizmining 5 ta turi tafovut qilinadi. Ya'ni har xil kasalliklarning qo'zg'atuvchilari har xil yuqish mexanizmi bilan tarqaladi va sog'lom odamlarga yuqadi. Mana yuqorida aytib 5 ta yuqish mexanizmi tafovut qilinadi. Birinchi yuqish mexanizmini fekal oral mexanizmi deb atagan. Nomini qarang, ismini qarang. Fekal oral mexanizmi. Bu degani kasallik qo'zg'atuvchisi bemorning organizmi bilan fekali bilan tashqariga chiqadi. Ya'ni axlati bilan tashqariga chiqadi degani. Sog'lom odamga og'iz orqali yuqadi degani. Ya'ni fekal oral mexanizmi. Bu asosan ko'proq ichak infeksiyalari aynan mana shu fekal oral mexanizmi bilan tarqaladi. Bunda kasallik qo'zg'atuvchisi ichakda, oshqozon ichak traktida joylashgan bo'lib, asosan axlat yoki qusiq massasi bilan tashqi muhitga ajraladi. Sog'lom organizmga og'iz orqali yuqadi. Ikkinchi yuqish mexanizmi bu aerozol yuqish mexanizmi deydi. Bu ko'proq havo tomchi infeksiyalari aynan mana shu aerozol yuqish mexanizmi bilan tarqaladi. Ya'ni kasallik qo'zg'atuvchisi nafas yo'llarida joylashgan bo'lib, shilliq qavatida joylashadi nafas yo'llarining. Nafas chiqarganda, gaplashganda, aksa urganda so'lak tomchilari bilan tashqi muhitga, havoga ajraladi. Aynan mana shu zararlangan havodan nafas olgan sog'lom kishilar kasallikni yuqtirib olishi mumkin bo'ladi. Uchinchi yuqish mexanizmi bu transmissiv yuqish mexanizmi deyiladi. Bu mexanizm bilan ko'proq qon infeksiyalari ko'proq tarqaladi. Bunda kasallik qo'zg'atuvchisi asosan qon aylanish tizimida joylashgan bo'lib, qon tomirlarida ichida bo'ladi va qon so'ruvchi hasharotlar shunaqangi bemorlarni chaqib qonini so'rganda kasallik qo'zg'atuvchisi
hasharotlar organizmiga o'tadi. Yuqorida men misol keltirdim. Mana bezgak chivini, anoflis chivinining organizmiga o'tadi. Va endi anoflis chivinining organizmidagi qo'zg'atuvchi sog'lom odamni shu chivin chaqqanda sog'lom odam organizmiga o'tadi. To'rtinchi yuqish mexanizmi bu maishiy muloqot yuqish mexanizmi deb ataladi. Kasallik qo'zg'atuvchisi bunda asosan ko'proq teri qoplamalarida, odamlarning shilliq qavatlarida joylashgan kasallik qo'zg'atuvchilari sog'lom odamlarga yuqishi mumkin. Muloqot yo'li bilan yuqadi. Bunda ikkita muloqot tafovut qilinadi. Birinchisi bevosita muloqot deyiladi. Ya'ni ruschasiga прямой kontakt deb ataladi. Buni bevosita muloqotda kasallik qo'zg'atuvchini o'tkazadigan yuqish omili deyarli ishtirok etmaydi. Bu yo'l bilan ko'proq jinsiy yo'l bilan yuqadigan yuqumli kasalliklar bor qator. Masalan, sifilis, gonoreya. Mana bu kasalliklar ko'proq yuqish ehtimoli bor. Keyingi turi bu muloqot yuqish mexanizmining bu bilvosita muloqot deydi. Bu ya'ni yuqtirish omili ishtirok etadi. Ya'ni qo'l bo'lishi mumkin yuqtirish omili, oziq-ovqat bo'lishi mumkin, har xil suv bo'lishi mumkin, tuproq bo'lishi mumkin va boshqa predmetlar orqali bemordan sog'lom odamga yuqish, ya'ni muloqot yo'li bilan yuqish deyiladi. Keyingi yillarda yana bitta yuqish mexanizmi asoslanib fanga kiritildi. Bu vertikal yuqish mexanizmi deb ataladi. Bu mexanizmni germinativ yoki transplasentar yuqish mexanizmi ham deb ataladi. Bunda ona homilador bo'lgan paytida onaning organizmida mavjud bo'lgan yuqumli kasalliklar homilaga, ya'ni tug'ilayotgan chaqaloqlarga yuqishi bu vertikal yuqish mexanizmi deb ataladi. O'tgan asrning 30-yillarida Yevgeniy Nikonorovich Pavlovskiy shu o'z davrigacha yig'ilgan barcha ma'lumotlarni tahlil qilib o'rganib, yuqumli kasalliklarning, ya'ni epidemiologiya fanining yana bitta nazariyasini ishlab chiqdi. Bu nazariyani u kishi yuqumli kasalliklarning tabiiy o'choqlilik nazariyasi deb atadi. Yuqumli kasalliklarning tabiiy o'choqlilik nazariyasi bu shu guruhga mansub bo'lgan kasalliklarga xos bo'lgan umumiy belgi shuki, bu kasalliklarning qo'zg'atuvchilari tabiatda asosan yovvoyi hayvonlar, kemiruvchilar, qushlar organizmida yashaydi va ular orasida tarqaladi. Ya'ni ular orasida epizodik kasallik shaklida tarqalgan bo'ladi. Masalan, o'lat degan kasallik bor, yoki chuma ruschasiga. O'lat kasalligining asosiy qo'zg'atuvchisi cho'lda, ya'ni yashaydigan, sahroda yashaydigan yumronqoziq va qumsichqon hisoblanadi. Yumronqoziq va qumsichqon organizmida kasallik qo'zg'atuvchisi bir necha yillar yashab, biridan ikkinchisiga, ikkinchidan uchinchisiga burga orqali yuqib tarqaladi. Shu joylarga bordi-yu bironta hayvonlar yoki odam kelib qoladigan bo'lsa, burgalar orqali shu yumronqoziqdan organizmidagi qo'zg'atuvchi, ya'ni chumaning qo'zg'atuvchisi odamlarga yuqish ehtimoli bor. Aksincha, mana bu shimoliy joylarda, o'rmonlarda ko'proq uchraydigan yana bir kasallik bor. Bu kasallikda aytiladiki, kanali ensefalit deyiladi. Kanali ensefalit asosan manbai, uni qo'zg'atuvchisining manbai kanalar hisoblanadi. Kanalar yashashi uchun o'rmon bo'lishi kerak, salqin joy bo'lishi kerak va o'rmonlardan haligi archalardan tushadigan barglar qavat yillar mobaynida 1-2 metr bo'lib ketadi. Mana shuning tagida bir necha yillab bu kanalar tirik holda saqlanadi. Ularning organizmida bordi-yu ensefalit kasalligining qo'zg'atuvchisi bo'ladigan bo'lsa, ulardan aytaylikki sog'lom odamlarga yuqish ehtimoli bor. Ya'ni Yevgeniy Nikonorovich Pavlovskiy shunaqa qildiki, ya'ni tabiatning ba'zi bir xil joylarida uchraydigan yuqumli kasalliklar haqidagi nazariyani shakllantirdi. Buni o'rganishdan maqsad nima? Sababi nima kerak bu degan savol tug'ilishi mumkin. Avvalambor biz yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishimiz uchun, ularning oldini olishimiz uchun, ularni kamaytirish yoki batamom yo'qotishimiz uchun ularni keltirib chiqaradigan sababga ta'sir qilishimiz kerak. Ya'ni uni keltirib chiqaruvchi asosiy infeksiya manbai kim? Qanaqa yuqish mexanizmi bor?
mana o'shanga ta'sir qilmaydigan bo'lsa, kasallikni kamaytira olmaymiz. Demak, tabiiy o'choqli infeksiyalarda, kasalliklarda aynan ularning birlamchi manbalariga, o'sha yumroq qoziqda yoki qum sichqonda yoki aytaylikki taygadagi kanalarni biz yo'qotmasak, ularga qarshi kurash olib bormaydigan bo'lsak, aholi orasida bu kasallikni kamaytira olmaymiz. Aynan mana shu nuqtai nazardan Yevgeniy Nikolaevich Pavlovskiy o'zining yuqumli kasalliklarning yana tabiiy o'choqlilik nazariyasini yaratdi va buni fanga kiritdi. O'tgan asrning 70-80-yillarida akademik Vitaliy Dmitrovich Belyakov epidemik jarayonning yana bitta nazariyasini yaratdi. Buni ko'proq epidemik jarayonning ichki mexanizmini ochib beruvchi, nima uchun epidemik jarayon paydo bo'ladi, ya'ni buning ichki mexanizmini ko'proq o'rganadigan nazariyani yaratdi va bu nazariyani parazitlar tizimining o'z-o'zini boshqarish nazariyasi yoki epidemik jarayonning o'z-o'zini boshqarish nazariyasi deb atadi. Ushbu nazariyada 4 ta holat tafovut qilinadi. Birinchi holat parazit va xo'jayin populyatsiyasining genotipik va fenotipik jihatdan xilma-xilligi, ya'ni heterogenligi. Heterogen degani turli-tuman, xilma-xil degani. Nima demoqchi? Aytadiki, kasallikni, yuqumli kasallik keltirib chiqaradigan qo'zg'atuvchi parazit o'zining virulentligi, o'zining patogenligi va boshqa xususiyatlari nuqtai nazaridan turli-tuman deyapti. Bir xil emas, doim bir xil bo'lmaydi deydi. Masalan, bitta kasallik qo'zg'atuvchisini oladigan bo'lsa, shu yil mobaynida yoki bir necha yillar mobaynida bir xilda turmaydi. Ya'ni u xilma-xil. Masalan, ba'zi bir xil masalan dizenteriyani keltirib chiqaradigan Shigella flexnera qo'zg'atuvchisini oladigan bo'lsak, Shigella flexneraning shunaqangi bir turlari borki, odamlarga umuman kasallik chaqirmaydigan apatogen turlari ham bor. Yoki bo'lmasa virulentligi juda past turlari ham bor. U kasallik chaqira olmaydi, bakteriya tashuvchilik chaqirishi mumkin. Aksincha, juda ham virulentli patogen turlari ham bor buning. O'sha flexneraning o'zi. Bu ko'proq kasallikning og'ir shakllarini, ya'ni keltirib chiqaradigan, o'limga olib keladigan holatlarni keltirib chiqaradigani. Bu degani nima degani? Parazit o'zining patogenligi nuqtai nazaridan virulentligi xilma-xilda. Shuni aytmoqchi bu. Endi odam organizmi, ya'ni xo'jayin populyatsiyasi deyapti. Shu kasallikka chalinayotgan odam ham kasallikka moyilligi jihatdan xilma-xil, har xil. Mana bitta auditoriyada bizlar 30 kishi o'tiribmiz deylik. Bugun shu yerga bitta gripp bilan kasallangan bemor keldidagi aksavurda yo'taldi. Biz hammamiz shu havodan nafas oldik. Hammamiz shu gripp virusini yuqtirib oldik o'zimizga. 2 kundan keyin kimdadir grippning og'ir shakli rivojlanadi, kimdadir yengil shakldagi gripp, kimdadir umuman yarmidan ko'p odamlarda umuman birorta kasallikning belgisi bo'lmaydi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu demak, biz shu kasallikda qo'zg'atuvchiga moyilligimiz nuqtai nazaridan heterogenmiz, xilma-xilmiz, turli-tumanmiz. Mana shuni birinchi holatda nazariyaning birinchi holatida tushuntirmoqchi bo'ldi Belyakov. Ikkinchi holat. Parazit va xo'jayin populyatsiyasining biologik xususiyatlari doimiy ravishda o'zgarib turadi deydi. Qarang, parazit va xo'jayin populyatsiyasining biologik xususiyatlari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Infeksion va epidemik jarayon kechishida parazit populyatsiyasining virulentlik xususiyati o'zgarishi tufayli bemorning tuzalishi va parazitdan to'liq xalos bo'lishi kuzatiladi. Virulentligi oshib borsa qo'zg'atuvchining, aytaylikki, bemorning ahvoli og'irlashadi, kasallik og'ir kechadi va o'limga olib kelish holatlari ham bo'ladi. Bu degani, ya'ni parazit populyatsiyasi ham qo'zg'atuvchi va xo'jayin odamlar populyatsiyasi ham biologik xususiyatlari doimo o'zgarib turadi, bir xil turmaydi. Masalan, odamlar, masalan, mana bugun qanaqangi bironta yuqumli kasalliklarga moyilligi bo'lsa, aytaylikki, bir mavsumdan keyin yoki yarim yildan keyin yoki 1 yil yoki 5 yildan keyin boshqacha bo'ladi. Ya'ni u o'zgarib turadi doimiy ravishda. Shuni tushuntirmoqchi bo'lgan. Mikroorganizmning ham xususiyatlari xuddi shunaqa o'zgarib turadi. Uchinchi holat. Parazit populyatsiyasi o'z hayot jarayonida o'zgarib turishi ketma-ket, ya'ni fazalar shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu bosqichlar shartli ravishda fazalar 4 ta bosqichga bo'linadi. Ya'ni mikroorganizmning deydi hayot tarzi,
yashash sharoitida 4 ta bosqich bo'lishi mumkin deb shartli ravishda 4 ta bosqichni ajratgan. Birinchi rezervatsiya bosqichi deydi. Ya'ni rezerv so'zidan olingan. Ya'ni zaxira so'zidan olingan. Rezervda turgan degan so'zga qaraydi. Bu bosqich odatda aholi orasida kasallanishning eng kamaygan paytiga yoki epidemiyalar davriga to'g'ri keladi. Shunaqa bo'ladiki, ba'zi yuqumli kasalliklar har doim bir xil ko'paygan bo'lmaydi-yu. Shunaqa bo'ladiki, eng kam uchraydigan payti bo'ladi. Onda sonda bitta ikkita yuqumli kasallik o'sha kasallik uchrayapti. Ya'ni bu hali epidemiya bo'lib ketgan yo'q. Epidemik avj olishlar bo'lgan emas. Mana shu qo'zg'atuvchi deydi shu paytda. Juda katta virulentlikka ega emas, katta patogenlikka ega emas, lekin odamlar organizmida qaydadir saqlanib turibdi. Shuning uchun kimdadir haligi moyilligi ko'proq bo'lgan, organizmi kuchi kamroq bo'lgan odamlarda kasallik chaqiryapti, bu bitta ikkita. Endi shu qo'zg'atuvchi bu parazit o'zining xususiyatini yaxshilashga, o'zining qobiliyatini yaxshilashga intiladi doim. Ya'ni parazit o'zining virulentligini oshirishga harakat qiladi. Demak, shu vaqtda rezervatsiyadan keyin ikkinchi bosqichiga o'ta boshlaydi deydi. Ya'ni o'zining virulentligini oshirib, ikkinchi bosqichda aytiladiki, bu epidemik shtammlarga aylanish bosqichi deydi. Qo'zg'atuvchi ya'ni kuchlandi. Ma'lum bir davrlarda haligi odam organizmida yashayotgan paytda ya'ni virulentligini oshirdi, patogenligini oshirdi. Bu bosqich endi sekin-sekin oldin 3 ta 4 ta kasallik uchragan bo'lsa, bir haftada endi 5 ta, 6 ta, 10 taga chiqyapti. Ya'ni kasallanish sekin-sekin ko'payyapti. Chunki bu o'sha qo'zg'atuvchining xususiyatini o'zgartirishi bilan bog'liq bo'lyapti. Bu demak, ya'ni epidemiya ko'payib tarqalib ketishdan oldingi, buni bir o'rchasiga predepidemiya period deydi. Shunga to'g'ri keladigan davr. Kasallanish odatdagi darajaga nisbatan biroz ko'tarila boshlaydi. Uchinchi davri bu epidemik tarqalish bosqichi. Bu davr kasallanishning eng ko'p tarqalgan davriga to'g'ri keladi. Bu davrda kasallanish eng yuqori cho'qqisiga chiqadi. Endi qo'zg'atuvchi butun shu qishloqda aytaylik, yoki bo'lmasam rayonda yoki bironta aholi yashaydigan punktda hamma organizmga kirib chiqdi. Kasallik chaqirishi mumkin bo'lganda kasallantirdi. Ular kasallanib bo'ldi. Endi kasallikka immuniteti borlari kasal bo'lmadi. Endi qo'zg'atuvchi boshqa odam yo'q. Kiradigan, kasal chaqiradigan odam yo'q. Xohlasang, xohlamasang kasallanish ko'rsatkichi pasaya boshlaydi. Chunki boshqa tarqalib keta olmaydi deb. Shunda qo'zg'atuvchi endi 4-chi bosqichga o'tadi. Ya'ni rezervatsion shtammlarga aylanish bosqichi deyiladi. U batamom yo'qolib ketmasdan yana boyagi odamlar organizmida, aholining organizmida ma'lum bir paytlar saqlanib turadigan, bu yana tayyorgarlik ko'radi. Yana tag'in o'zining xususiyatini, qobiliyatini, aytaylik, virulentligini oshirishga harakat qiladi. Ya'ni shunday qilib, qo'zg'atuvchining, har qanday qo'zg'atuvchining hayot jarayonida 4 ta bosqich. Epidemik jarayonning davriyligi yuqorida biz aytib o'tganimizdek, kasallik qo'zg'atuvchisining 4 ta haligi bosqichlari bilan bog'liq bo'ladi. Birinchi rezervatsiya bosqichi dedik. Ikkinchi epidemik shtammlarga aylanish bosqichi, uchinchi epidemik tarqalgan bosqichi va to'rtinchi yana rezervatsiya shtammlariga aylanish bosqichi. Mana shu davriylik epidemik jarayonga xos deydi. Endi bunday davriylik ba'zi yuqumli kasalliklarda aytaylik 2-3 yilda qaytarilishi mumkin. Ba'zi yuqumli kasalliklarda 5-10 yilda qaytarilishi mumkin. Ba'zi yuqumli kasalliklarda 30-40 yilda shunaqangi davriylik bo'lishi mumkin. Bu endi kasallik qo'zg'atuvchisining xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Mana shular to'g'risida epidemik jarayon, yuqish mexanizmi va epidemiologiya fanining nazariyalari haqida mana shu yuqoridagilarni men aytmoqchi bo'lgan edim. Agar bordi-yu kimlarda savollar bo'lsa, marhamat, e'tiborlaringiz uchun rahmat.